Navbatdagi murojaat bo'yicha kelganimizda akamiz uylariga sovuq suvimizda suv yaxshi, issiq suvimizdan umuman suv chiqmay qoldi o'zidan o'zi deb chaqirgandilar. Kesak Aristonni ham zo'rini qo'ydirgan ekanlar. Mana birinchi chiqqan italyanskiy Ariston firmadan hozir Eco Power degani chiqyapti. Zo'r sifrovoy chiqargan, juda aqlli, yaxshi Ariston. Prosta tavsiya qilib o'tib ketyapman. Buni aybi mana nimadanligi topilgani, mana rezin issiq suv umuman chiqmay qolgan. Ko'pchilik bizga shunaqa murojaat qiladi, telefon qilishadi, aka issiq suvimdan suv chiqmay qoldi. Obratniy klapinni tepasini, obratniy klapinni men shogirdlarga ham aytaman-da, iltimos shuni kim Aristoni bo'lsa yoki Ariston bilan shug'ullanayotgan bolalar bo'lsa tashab qo'yinglar. Obratniy klapin qo'yayotganda ключ bilan qattiq qotirmang hech qachon. Qo'l bilan xodiga qotirib qo'ying, qo'l bilan qotiring. Mana bu obratniy klapin tepasidagi rezin bujmayib teshikni yopib qolgan. Boshida qotirganda yopmagan, vaqt o'tgan sayin suv qiziydi, issiq suv bo'ladi. Mana bu yumshaydi rezinda, pastdan davleniya bilan suv urganda teshikni qoplab qolib, mana shunday bo'lib, issiq suv umuman kelmay qolgan. Hozir akamizga chiroyli qilib obratniy klapinlarni yechib, aybini topib, rezinlarni polni almashtirib, xudo ishlatib berdik. Hozir suv to'layapti buning ichiga, havosini chiqaryapmiz. Iltimos mana shu videoni yaqinlaringizga podelitsiya qilib turib, yurakdan qizartirib qo'yinglar. Bundan keyingi videomiz xudo xolasa quyuqda bo'ladi. Kuzatishda davom eting. Yanada sizlarga foydali ma'lumotlar berib borishda davom etamiz. Kimga Toshkent bo'ylab mana shunday Ariston xizmatlari, ustanovka, remont xizmatlari, do'q kontur, katyol xizmatlari bo'lsa ham bemalol mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Borib chiroyli qilib xizmat qilib beramiz, xudo xolasa.